Kanalımıza abone olun. Bugün rolikimiz Aeroportski'de, yani Zafer Ertesi köçesinde joylashgan 200 metr kvadrat hovli bilan tanishtirib o'tamiz. Asfalt ko'chadan girib boraverishimizda joylashgan Central yo'lning usti ko'rib turamiz. Bu yanimizda aeroport, bu yanimizda to'g'ri yesak vokzaldan chiqamiz. Qanasa bir xatar ko'rib o'tamiz. Yana yetib keldik joyimizga. 9:22 razmerde tushgan. Eldilarında mina 5 metr haddi bor. Общий 209 deysan. Kvadrat. 9:22 kvadrat shunda çok tuttu. 200 oladi. Yine şu görünüşte halasa shunda halasa remont qilib beriladi, lekin ish turishunda olaman degan odamlar bo'lsa, kelib ko'rsa bo'ladi. Bu yerda yine daroza qo'ygandim, bu yerdan polni shundan daroza koyup 5 metr 9 metr haddi bor. Glavniy ishlar qo'yilgan, ikkinchi etaj akfa ramalından polni ham yeri birinchi ikkinchi etajda bosilgan. Bu kolonnalar ham yana chiqib turibdi. Ustlari toza ağaç, toza plita. Qarasa bismillah deb kirib ko'ramiz. Razmerlarni bir qator aytib boraveramiz. Dalanımız 4 metrlik plitadan bastırılgan. 1 2 3 4 5 6 metr, ibede giraverish qo'shishimiz bilan 8 metre 4 metr 8'e 4 razmerda tushgan dalanimiz. Bu yanimizda zal qismi steshkalar bo'lgan, zalimiz ham podokонникda qo'yilib 2 oyna qaragan. Bu yerdan 3 5 6 metre 4 metr olib tushgan. 4 metrlik plitani bosib turibdi. Dalanlarimiz yana keng, ulug' olib tushgan. Lestitsalarımız ham yine kuyma şekilde çıkan ekan. Hozir ikkinchi qavatdan ko'rib o'tamiz. Sanuzelleri sement suvoqdan chiqqan, 2'ye 2 razmerde. O yine suvoq patologacha urilgan. Kuxnyamiz ham keng. 3 plita bosilgan. 3.64 razmerde tushgan ekan. Bu yanımızda bağ tarafa çıkan kodları bağımızdan akva işle koyulgan. Berimizde 9 metre 4 metr paxsa aylantırıp beredi eken. 4 metrimiz tabi iş göllere gap baradı. Bir anda şu konuşulan ki paxsa beklenedi. Yani arka taraflardan polni soğukdan çıkıp şipirle bolup tayar halına tuttu. Bir yanımız konuşulan ki oladı eken. Şunda birinci kavatımızda bir zal, bir spalni, kuxnyasi, 2 xona tushgan общий. Lestitsadan ham foydalansa bo'ladi. Yine quyma şekilde chiqqan. İkinci qavatni ko'ramiz. Elektromontajlar polni bo'lgan, xom pishgan kirishlardan solingan. Gereklilere polni pishgan ishlatilgan. Eshitdi davrakda ishlarni. İkinci qavatimiz ağaç bilan bosilib, polnosiyla ko'rib turamiz. Gipsokardon bilan beklangan. Yana bu yerda polni yine tayar. Yerlarimiz tayar ekan. Patologlar. İkinci qavatdan aynalar akvaramla qo'yilib, podokонниктар ham qo'yilgan. 3.60'a 4 razmerde tushgan. Bir kuxnyamizning usti ham 3.60'a 4 razmerde tushgan. Bunda şu pastdan ish olsa, sanuzelning ustida sanuzel olib turibdi yana. Gipsokardonni vodostoyshindan urilgan. Shunda endi bu yanda ya pastimizda dalanni qismini bo'lingan. Berimizda yana garderob o'rni qolgan. Bu yerda spalni tushgan. Spalnimizda 2 oyna, balkonga ega. Balkonum kichkina emas. Mestalari zo'r. Bu yanımızda zalımız üst hem xuddi shuningdek zal olib tushgan. Patologga ishlov berilgan gipsokardondan 2 oyna qaragan. Yorliq qismlari zo'r. 6'ga 4 razmerde tushgan ekan.
bu charxoviklar bilan quyma ravishda chiqqan meniki. Tepdagi setib ko'p-ko'pdilar. Shunda 1, 2, 3, 4. İkinci qavatimizda 4 xona, pastda 2 xona. Shunda общий 6 xona. 6 xona olib tushgan. Xonalar soni buni xalosa remont qilib beriladi. Xalosa inshu durishunda sotiladi ekan. Yana bu yerda kolonnalar o'tgan. Pol yana plitalar o'tib, plita yopishtirilgan edi. Shu durishunda bo'ladigan bo'lsa, narxlari 200 metr kvadrat 800 milyon so'm deb turibdi. Kelib ustunda savdolashib bemalol olsangizda bo'ladi. Mulk egasi nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Kelib turib shu yerda ustunda gaplashib, kelishib, savdolashib bemalol olasizlar. Esa e'tiborlaringiz uchun katta rahmat deb qolamiz. Keyingi ro'yxatlarimizda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.